Salom hammaga. Sizlarga bugun bir dahshatli hikoyani aytib bermoqchiman. Qani unda boshladik. Dam olish kuni bir yaqin do'stimnikiga bordim. Uni anchadan ko'rmaganim uchun juda ham sog'inib ketgandim va biz ko'rishdik. Kun bo'yi ko'ngilxushlik qildik va u menga bir hikoyani aytib berdi. Aytishlaricha, ko'chaning boshida bir g'alati kulbada qari ayol yashagan ekan. U bir jinoyatchilar tomonidan o'ldirib ketilgan ekan. Jasadini esa bo'laklarga bo'lib oqizib yuborilgan ekan. Men bu hikoyaga e'tibor bermadim. Do'stimga bu yolg'on ekanini aytdim. Do'stim esa kulib qo'ydi. O'sha kuni men marketga bordim. Soat 21:00 atrofida. Marketdan qaytayotganimda suv bo'yida kelayotgan bir ayolga ko'zim tushdi. Ko'rinishidan u qari edi. Zo'rg'a yurardi. Uni qo'lida bir allaqanday yuk bor edi. Yaqinroq borib qarasam, qo'lidagi jomadon ekan. "Xolajon, xohlasangiz keling, sizni uyingizgacha eltib qo'yaman" dedim. U bo'lsa indamadi va jomadonni menga cho'zdi. Men esa indamay u borgan tomonga borardim. U hech bir so'z ham aytmadi. Va nihoyat uyga yetib keldik. Men esa tezroq u yerdan ketishga shoshilardim va uyga bordim. Do'stim esa menga qarab, "Nega kech qolding?" dedi. Men esa bo'lgan voqealarni aytib berdim. Uni rangi oqarib ketdi va menga qarab, "Haligi aytgan hikoyamdagi ayol shu" dedi.